Assalomu alaykum, hurmatli Chindan Group obunachilari. Biza Xitoyning Changsha shahriga yetib keldik. Changsha shahrida Zumlyonning avtokranlar ishlab chiqaradigan zavodi bor. O'sha zavodga tashrif buyurdik. Bu zavodning kattaligi 1 million kvadrat metrni tashkil qiladi. Har bir 18 daqiqada bitta avtokranlar sotuvga chiqarilar ekan. Ushbu zavodimizning qurilish maydoni 440 ming kvadrat metrni tashkil qilar ekan. Shulardan 56 ta aqlli liniyasi bor, 4 tasi avtomatlashtirilgan. Undan tashqari 500 dan ortiq robotlar ham ishlar ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, zavoddagi safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hamma joyini ham ko'rishga ruxsat bermadi. Bu safar kelganimizga nasib bo'lsa, hamma joyini to'liq video obzor qilishga harakat qilamiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan da zo'r texnikalar hali oldinda.